Arzonroq Gentra minaman deyotgan obunachilar uchun mexanika pozitsiyasidan bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Abezlari bor. Amerikankasi ham menimcha toza Xitoy bo'lsa kerak, lekin 3-pozitsiyani diskalarni taqib qo'yishgan. Ta'mirlab kelgan ruxsatlari bor. Yurgan masofasi 108 ming. Holatlari go'zal. Minish uchun yaxshi variantda, gazlari ham bor. Bir qator o'zinglar uchun ko'rsatib tekshirib turasizlar. Akalarimiz Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani $9,990 bo'lsa beramshyapti. Telefon raqamlari videosida kam umuman yo'q ekan. 12larda Premierda minaman deyotgan obunachilarim uchun mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, stok holatda, bitta tonirovkaga 5-6 oy ruxsatlari bor ekan xolos. Yurgan masofasi 39 ming. Polis tashab qo'yilgan, holatlari tiniq holatda turibdi. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Salondagi narxdan to'g'risi arzonroq, lekin yurgani bor. Bu mashinamiz akalarimiz Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani $13,500 bo'lsa beramshyapti. Telefon raqamlari videosida kami umuman yo'q ekan. Qishki kunida ishsizlarga ish topib qo'ydik. Bu mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes. Mashinamizning kraskasi oldin sariq bo'lgan ekan, hozirgi kunda shunaqa stальной svetga bo'yab qo'yilgan Mercedes. Bu mashinamiz yurgan masofasi iloji boricha qattiq qolgan ekan. Xudo xolasa, o'zingizlar xohlagan raqamni qo'yib beraverar ekan egalari. Bu mashinamiz egalari bo'ladigan narxi 1600 deb turibdi. Bemalol aloqa qilinglar. Xudo xolasa, sizlarda ham ancha-munchasini ishman ta'minlaydi. Bemalol ustalarda ham ishman ta'minlaysizlar. Nexiklarni 1.6 donsidan qidirayotgan obunachilarim uchun oqidan qorasidan. Bu mashinamizni bittasining yili 2009-yil, bittasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oqiniki bir 30% bor, qorasiniki bir bitta kriloda petnos bor deyapti. O'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. 300 ming atrofida yurgan ikkalasini ham yurgan masofaslari, dokumentlardan joyida deyapti. Akalarimiz ziyoniga sotishyapti. 3000 ga o'tib qolgan ekan, 2900 dan beraman deyishyapti. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'lsa, kimga muammo kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Sparklar narxiga Matiz minaman deyotgan obunachilarim uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Bu mashinamiz kraskasi ikkita detalda, petnosi bor, qolgan joylari toza ekan, ballonlari yaxshi holatda, gazi bor, iloji boricha 211 ming yurgan ekan, holatlari yaxshi deyishimizni xohlashyapti bo'larimiz. Akalarimiz Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan $3800 bo'lsa beramshyapti. Arzonmi, qimmatmi kommentariyada yozib qoldiringlar, o'zimizni tanishdi mashinasi ekan. Jonidan to'ygan obunachilarim uchun olibli ustaxonaga ketadigandan topib qo'ydik. Bu mashinamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi, shpakilovkasi kraskasidan ham ko'p ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi xudo xolasa dunyo bo'ylab 780 ming atrofida. Oldingi rangi stальной bo'lgan ekan. Yana sariqqa bo'yalgan, menimcha 2-3 xil svetda o'z ichiga olib qo'ygan. Bu mashinamiz Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani $1700 bo'lsa beramshyapti. Kimga muammo kerak bo'lsa shu mashinaga bemalol aloqa qilishlari mumkin, lekin mashinamiz endi zo'r tarafga yurar ekan. Nexiklar narxiga Matiz minaman deyotgan obunachilarim uchun mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes. Bu mashinamiz bitta aybi sariqdan qaytgan ekan, holatlari hozircha tiniq ekan. Yurgan masofasi iloji boricha 552 ming bo'lib qo'yibdi. Endi iloji boricha o'zinglar uchun tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Bu Mercedes, ballonlari yaxshi ekan. Iloji boricha zo'r deb maqtab berishimizni xohlashyapti, lekin narxlari qiziqarliroq. Bu mashinamiz egalari bo'ladigan $2400 bo'lsa beramshyapti. Telefon raqamlari videosida. Arzonroq Damas minaman deyotgan obunachilarim uchun mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta orqa oynani tagida bor ekan. Uning uchun o'zinglar uchun ko'rsatib olinglar. U ham holatlari yaxshi ekan. Mashinamizni chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Yurgan masofasi 153 ming chivol polik. Endi mashina purish, mashinani tayyorlab qo'yishadi. Dehqon to'g'risi tayyorlamasdan olib chiqib arzonga sotishadi. Bu mashinamizni Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani $5400 bo'lsa beramshyapti. Shunda iz bo'ladi. Metandan qiylangan obunachilar uchun propanli Damas topib qo'ydik. Bu mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, ballonlari ham yaxshi ballon qo'yib qo'yishgan ekan. 12 lik bo'lsa ham yurgan masofasi 35 mingdan o'tib turibdi. Chexol poligi bor, propan gazda. Mashinamiz ideal holatda deyishimiz bo'laveradi. Narxi ham qiziqarli. Akalarimiz Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani $6600 bo'lsa beramshyapti. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqa chiqarasizlar. Arzonroq Damas minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz mashina purishdan, oxirgi paytlarda faqat mashina purishga sotyapti xolos. Yurgan masofasi 145 mingdan o'tib turibdi. 2-3 detalda kraska bor ekan, oldi-mo'rda eshiklarda bor ekan, lekin narxi qiziqarli. Gazlari bor, chiqimi yo'q mashina xudo xolasa. Akalarimiz Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani $4,500 bo'lsa beramshyapti. Arzonmi, qimmatmi, kommentariyada fikrlarni kutamiz. Mashina mingandi ham deyotgan obunachilarim uchun sizlarga polni kraska Damas topib qo'ydik. Bu mashinamizning kraskasini menimcha malyarchilar qilishgan, bir qator o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Ancha-muncha chakini yopib yuborishgan. Bu mashinamiz eng zo'r tarafi tonirovka ruxsatlari bor ekan. Uyatgan shekilli ko'ringani o'zlarining yuzini to'sib olgan. Yurgan masofasi 200 mingga qarab ketyapti. Holatlari tiniq deb maqtab berishimizni iltimos qilishdi. Bu mashinamizni Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani $3600 bo'lsa beramshyapti. Bu mashinada bemalol tovuq, shunga o'xshagan narsalarga, parandaga, yem tashishlardan bo'laveradi. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqa chiqarasizlar.
Nexiklarda donsidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta Krilosda kraskasi bor, qolgan joylari toza ekan. To'rala baloni 3 xil bo'lib turibdi. Bu mashinamiz yurgan masofasi, xudo xolasa 530 ming atrofida. Mashinamiz bemalol, hech qanaqa rasxoti yo'q, o'zimiz motor ham yo'g'ini qildirib qo'ydik deyapti. Endi olgan odam menimcha o'tkazib olsa kerak xolos. Bu mashinamiz arzon va oddiy kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $2800 bo'lsa beramiz deyapti. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada bemalol fikrlarni qoldiringlar. $2600 ga Nexus 2 minaman deyotgan obunachilar uchun mana sizlarga bu mashinamiz kraskasi 50% cha bor, narxiga arziydigan holatlari yaxshi turibdi. Ballonlari ham iloji boricha xudo xolasa shu qishdan chiqib olasizlar. Yurgan masofasi ham bedara desak ham bo'laveradi. Bu mashinamiz mashina nima sidinasini cho'ktirib qo'yishgan ekan. Bu mashinamiz egalari bo'ladigan narxi $2600 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari yozsa, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'ymaydigan obunachilarimiz uchun Lasetti'ni tavsiya qilamiz. Mashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Bunga 1.6 motor ham qo'yishgan ekan. Sotmoqchi bo'lib nima qilsa qilishyapti ekan. Mashinamiz kraskasini faqat tomi toza ekan xolos. Ballonlarini yaxshi qo'yib qo'yishdi xudo xolasa. Yurgan masofasi endi bedara desak ham bo'laveradi, sababi endi o'zgartirilgan bo'lishi mumkin. 600 ming yurib qo'yibdi dunyo bo'ylab. Bu mashinamiz propan gazlarda ekan. Bemalol Yandexda kira qiladigan bo'lsanglar, sizlardan ancha-munchalarni qaritadi. Arzon va oddiy kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan narxi 3800 ga bermayotgan, qo'shilsa beramiz deyapti. Balki ash narxga ham beraverar. Oliblar kraska septiradigan mashina qidirayotgan obunachilarimiz uchun bu mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa lidariga qiziqib olmanglar. Bu mashinamizni holatlari tina deyapti, xo'p deyapmiz. Yumshoq ballonlari bor ekan, afzalli taraflari. Bu mashinamizni shpaklovka qilingan joydan olib chiqish sotishga harakat qilishdi. Yurgan masofasi ham 250 ming atrofida. Gentrani sidinlarini qo'yib qo'yishgan. Bu mashinamiz holatlari yaxshi. Cho'ktirishmoqchi bo'lishgan ekan. Endi bilmayman, bir qator o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Akalarimiz arzon va oddiy kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan narxi $2500 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida. Arzonroq Nexus'larda avtomat korobkasida minaman deyotgan obunachilar uchun bo'lib olish bejiviy salondagisidan. Mashinamiz kraskasi 30% cha toza ekan xolos, qolgan joylari kraska ekan. Bu mashinamiz xudo xolasa 4-pozitsiyasi avtomat korobkasi bejiviy salon. Yurgan masofasi ham 236 ming atrofida ekan. Endi bir qator o'zingizlar uchun ko'rsatib tekshirtira olasizlar. Iloji boricha biz borni aytishga harakat qilyapmiz. Bo'ladigan narxi 6200 deyapti, $6000 ga bermayapti ekan. Spark Matizlarning puliga Lasetti minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Bunga 1.6 motor qo'yilgan ekan. Kraskasini 4 ta detali toza ekan xolos. Oldi kapoti, tomi, ya'ni ikkita eshigi mumkin toza ekan xolos. Yurgan masofasi ham xudo xolasa 600 ming bo'ylab, dunyo bo'ylab yurib qo'ygan ekan. Gazlari bor, holatlari yaxshi. Endi qora Garsvetda. Bu mashinamiz egalari 3900 ga bermayapmiz deyapti. Iloyim, rost bo'lsin. Bo'ladigani ash qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari yozdi. Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz kraskasi 4 ta detalda bor ekan. Oldi kapotida, ikkita eshigi bilan bitta Krilosda bor ekan. Qolgan joylari toza ekan, o'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamiz yurgan masofasi 389 ming, ichlariga o'tmagan deyishyapti. Bir qator o'zingizlar uchun so'rab surishtirib tekshirib olinglar. Bu mashinamiz akalarimiz $6000 ustiga qo'shilsa beramiz deyishyapti. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrlarni kutamiz. Gentralarning mexanikasi narxida avtomat korobkasidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta mana shu bitta joyda petnosi mumkin bor ekan, qolgan joylari toza ekan. Amerikanka optralari qo'yib qo'yilgan. Endi Xitoy emasligini bir qator ko'rib olasizlar. Yurgan masofasi ham 158 ming yurgan, gazlari bor. Menish uchun qulay variant. Arzon va oddiy kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan narxi $8400 bo'lsa beramiz deyapti. Kami umuman yo'q ekan. Telefon raqamlari yozdi. Qora Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun arzonrog'idan. Bu mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Lyuk ABS konditsioner ham yo'g'i bor. Eng qizig'i kraska toza. Yumshoq ballonlarda, yurgan masofasi ham 116 ming atrofida. Holatlari go'zal, metan gazlari bor. Bu mashinamiz arzon va oddiy kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan narxi $11300 bo'lsa beramiz deyapti. Bu videoda Qora Gentrani ishqibozlarga jo'natib qo'yasizlar, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Kobaltlarda yuradigandan qidirayotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika korobkani mexanika oyna tushiradiganidan. Bu mashinamiz kraskasi 30-40% bor ekan, lekin orqalari butun ekan. Yurgan masofasi 384 ming atrofida, metan gazlari bor, ham yo'q ishlab turibdi, yumshoq ballonlarda. Bu mashinamiz arzon va oddiy kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan narxi $5300 bo'lsa beramiz deyapti. Xudo xolasa zo'r narxda. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqaga chiqinglar, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. $7300 ga Cobaltlarda mexanikasidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasini toza joylarini sanab ko'raylik. To'rala eshigi, tomi va bitta Krilos toza, qolgan joylarida bor ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi 212 ming, mexanik korobkada, stagedan propan gazlari ham bo'lishi kerak. Bu mashinamiz metan ekan, propan pakaleyna metan gazlari bor ekan. Bu mashinamiz arzon va oddiy kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani $7300 ga beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida.
Nexus'larning mexanikasini qorasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari yaxshi. 10 krilosda kraskasi bor, qolgan joylari toza. Bunga Cobalt'ni diskasini taqib qo'yishgan 2020-yillardagisini. Mashinamiz yurgan masofasi ham 225 ming, adashmasam shum izolyatsiya ham qilingan agar shpaklovka bo'lmasa. Bu mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz bo'ladigani $7000 bermasdan turib qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Gentralarning mexanikasi narxiga avtomat ko'rikasidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, berkasi 19 ekan, yumshoq ballonlari bor. Bu mashinamiz yurgan masofasi 201 mingdan endi o'tib turibdi, holatlari tiniq. Ikkita sapachogida petnos bor, o'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar, gazlari bor, dokumentda umuman muammo yo'q, lyuk, abezi bor, hamma yo'g'i joy-joyida mashina. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz $8400 ga bermayapti, qo'shilsa beramiz deyapti. Ko'niga yo'l tavsiyalashib turgan beraversak. Egasini o'zidan 10x minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, primer passasidan kraskalari toza, o'zini rodnoy balonida. Bu mashinamizning propanlari ham bor. Yurgan masofasi 67 ming. Xudo xolasa maza qilib baraka topib minadigan mashinalardan. Bu mashinamizning egalari $13,000 ustiga qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Qora Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun dehqonda o'zidan bo'lib ham qo'ssop ekan egalari. Bu mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi orqa kapotda bor, qolgan joylari toza deyapti. Amerikanka optra faralari bor, yumshoq ballonlar bor, yurgan masofasi ham 76 mingdan endi o'tib turibdi, propan gazlar bor, tonirovkaga ruxsatlari bor ekan. Bu mashinamizga mashina purushlar 9,5 ming so'rashdi, bermabdi. 10 mingga minarmon so'rabdi, bermabdi. Mabodo ko'niga yo'l topib qolsanglar bersa kerak. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Trekkerlarda Premier Plus'ini tayyordan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun arzonrog'i, endi arzonrog'ining sababi bor. Sababi ikkita joyda kosmetikasi bor, oldi kapotning uchida ristopka qilingan joylari ham bor, o'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar. Oldi abisopka, parok, yumshoq ballonlargacha qo'yilgan. Eng qizig'i yurgan masofasi 21 ming, 22 ming atrofida propan gazlari bor, poliyoch tashab qo'yishgan. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani $17,500 bo'lsa beramiz deyapti. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Elektromobil ishqibozlariga BYD Song L. Bu mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, narda grey svetlarda orqa kapotiga laksef qo'yishgan ekan, o'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu 5-pozitsiyasi, saka diskalarda bezramishli oynalar, tonirovka kelgan ruxsatlari bor, yurgan masofasi 41 mingga qarab ketyapti. Sidina masa, shunga o'xshagan narsalari bor. Qo'yinglarki, ikkita motorlik, eng full pozitsiyasidan bitta pastdagisi. Bu mashinamiz panorama tomlarigacha bor, o'sha orqa spoilerlari ham chiqadi. Arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz bo'ladigani $28,700 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrlar kutamiz. 17,100 ga Trekkerlar Redline minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, krilos bilan eshigida kraska chiqib qolibdi. Bu petno kraska ham bunaqa jiddiy holatda emas ekan. Yurgan masofasi 41 ming o'tib turibdi. Stok holatda. Bitta polish tashab qo'yishgan xolos. Akalarimiz aytganimizdek $17,100 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida. Trekkerlarning narxiga elektromobil minaman deyotgan obunachilarimiz uchun Honda MNV. Bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, Xitoyda mashinasi. 480 talik zapas xodli, yurgan masofasi 54 mingdan o'tib turibdi. Bu mashinamiz kojini sidina, sport rejimlari ham bor, holatlari yaxshi. Hozirgi kunda 250, 300 gacha yurar ekan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz bo'ladigani $15,700 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar.